Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi don ichidagi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi mashinamiz BYD Son Plus. Mashinamiz 56 ming kilometr yurgan, ideal holatda, 505 talaga 22 inch chap chiqargan. Salonlari yaxshi holatda turibdi, naketkalari qo'yilgan. Pon elektro bo'ladi. Eng full pozitsiyasi 22-yil 56 ming yurgan. Keyingi mashinamiz Econox. Mashina 472 millionlik, eng full pozitsiyasi 24 salondan olingan, 23 ta pasport, Pandora pult, tonirovka, keramika palirovka hamma narsa qilingan. Salonlar material bo'lib turibdi. 24700 km yurgan. Buni ham narxi kelishgan holda Telegram kanalida bo'ladi. Keyingisi yana Econox obunachilar 23 chap chiqargan, 441 million varianti. Probeg 16 ming km turgan. Ideal holatda, kurgoy tonirovkalari bor. Salonlar mati bo'lib turibdi. Ikkinchi pozitsiya faqat abduf bilan head-up display bo'lmaydi. O'ng taraf elektron sidinasi bo'lmaydi. Qolgan joyi hammasi bir xil, motorlargacha 2 reta turbina bo'ladi. Orqalari ham mati bo'lib turibdi. Mana qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Bemalol tekshirtirib. Keyingi Econox'imiz bozor bo'yicha nom beradin 11600 km yurgan, 472 millionlik, eng full pozitsiyada 24 salondan olingan, 23 ta pasport, salonlari mati bo'lib turibdi. Ponni navorot, kurgoy tonirovka, parok, original, tumanka, qalampir hamma narsa qilingan. Obunachilar, keyingisi Trailblazer. Mashinamiz eng full pozitsiyada 20-yil ishlab chiqarilgan, ponni shumka bo'lgan, hamma detali, 4 ta yangi diska balon taqilgan, kurgoy tonirovkalar qilib qo'yilgan, yaxshi poliga qo'yib qo'yilgan, salonlar ideal holatda, qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Bemalol tekshirtirib o'rasizlar. Hamma mashinamiz kelishgan narxlarni chiroyli narxda qilib beramiz. Hamma mashinamiz nalichida turibdi. Narxi Telegram kanalda. Kimda shunaqa mashinalar bo'lsa, naqd pul tikib olib qolamiz. Bu joydan surishtirib, keyin bizga telefon qilsangiz bo'ladi. Yaxshi narxlarda olamiz, yaxshi narxlarda sotib beramiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.